أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Allah Taala bu ulug' kunda ibodatlarimizni hammani o'z dargohida qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Allah Taala hammalarni salomat, xotirjam, amonlikda qilsin. Bugün biz Allah'ın izni bilen Leyl suresinin 12. ayetinden surenin ahirgıçı boğan 10 ayetinin tefsirini okuyumuz. İnne aleyna lel huda ve inne lena lel ahirete vel ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Subhanahu ve Teala bu mübarek surenin baş tarafında ötken hafta okugan ayet-i kerimelerde bizge yaxshi özümüzge şu dünyada ve ahirette paydalık boğan bizge az qatadigan işlerinin qaysiligini ve bizge ziyonlik boğan işlerinin qaysi ekanligini bayon qilgan edim. Hamda tövendeki ayette ahirette kıyamet günü ahvalının qandaq bo'lganligi haqida bizge ma'lumot berdi. İnne aleyna lel huda. Hakikaten hidayetke başlaş bizning mas'uliyetimiz. Yani Allah Subhanahu ve Taala öz hikmeti bilen, öz rahmeti bilen insanlarını yaratıp, insanlara akıl, faraset verip, bu insanlara özünün paydalık işlerini ve ziyonlik işlerini arayalaydigan, fikir qiralaydigan, o'ylayalaydigan mushunda qobiliyatlarni berib, onundan keyin bu dünyanın hech qandaq bir yaratquchisiz yaratilishinin mumkin bo'lmaydiganligini his qilalaydigan, ko'ralaydigan, bilalaydigan akıl, ilim bergendin sırt bu insanlarını aşu aklıga taşlap koymasdın. Sen aklın bilen bir yaratquchi barligini şunu bilip şununla itaat kılalaydın. Nimişqa anda qilmading demasdin. Yine bu insanlara yardım qilish, insanlarga bo'lgan rahmetining cheksiz bo'lganligi uchun bunu yardım qilish uchun hidayet qilish, ularni to'g'ri yo'lga boshlash, ularni bu dunyoda ham hayotini qandoq yaxshi o'tkaza oladiganligini, beshiga kelgan qiyinchiliklarni qandoq hal qila oladiganligini o'rgatish, oxiratda Alloh taolaning roziligiga erishib jannatga qandoq kira oladiganligini o'rgatish bizning ustimizga, biz özümüzün üstüge aldık deydi Allah Teala. Özünün üstüge alganligi uchun, shuning uchun
bu insonlarga ta Adem Aleyhisselam'dan tartib Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgan bütün peygamberlerini bu insanlarga doğru yolunu köküstüş, onlarını hidayet kılış için evetdi. Şunun okşaş o peygamberler bilen billa kitaplarını düşürdü. Bu kitapların en ahırsı bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim olsa Allah Teala'nın biz bendelerge doğru yolunu köküstüş için bizden kandak işlerini kılsak şu dünyada yaxşı yaşayalayımız, kandak işlerini kılsak hayatımız kıyın ahvalıga kalıdı, ahirette kandak işlerini kılsak kutulalayımız deyip müşlarını ügütüş için bu kitapını evetti. Ondan keyin bu kitapni o'qiydigan, ma'nolarini bilib, boshqalarga tushuntirib beradigan olimlarni avatdi. Mana shunday qilib biz sizlarni to'g'ri yo'lga boshladik. Yuqoridagi oyat-i karimalarda sizlarga biz to'g'ri va foydali ishlarning nima ekanligini va ziyonli ishlarninki nima ekanligini, o foydali ishlarni qilsanglar, o'zinglarga qanday foydalarning keladiganligini, ziyonli ishlarni qilsanglar, qanday ziyonlarning, qiyinchiliklarning beshinglarga keladiganligini bayon qilishimizmi? Mushu bizningki sizlarni hidoyat qilish mas'uliyatini ustimizga olganligimiz uchundir. Shuning uchun bu Qur'onni avatib, sizlarga hamma haqiqatlarni tushuntirib, oldinda keladigan qiyomat kuni bo'ladigan ahvollarni sizlarga deb, mushun hamma narsalarni sizlarga o'rgatdik. Shunday qilishimiz, bu Qur'onda to'xtamay qiyomatning gapini qilishimiz, qiyomat kuni qanday bo'lganligini, do'zaxning borligini, jannatning borligini bayon qilishimizning sababi shu hidoyatni, ya'ni sizlarni yaxshi yo'lga boshlashni, to'g'ri yo'lga boshlashni ustimizga olganligimiz uchundir. deydi. Ve inna lana lal ahirete vel ula. Ahiret mi bizden, dünya mı bizden? Bu dünya ve ahiret hemmesi bizden. Onun da biz kandak halisak, şundak tasarruf kılımız, halıqımızı yaratımız, halıqımızı öldürümüz, halıqan işqi buyuruyumuz, halıqan kişini mükafatlayımız, halıqan kişiye köp nimetlerini bilimiz, halıqan kişiye az nimetlerini bilimiz. Bunun hemmesi bizdenki hikmetimiz bilen buldu. Bununla hiç kim andak kıldın, bundak kıldın diyemeydi. Bunun şundak turuqluq Allah Teala hiç kandak bir insana kılçılık, nahakçılık kılmaydı, kılçılık zulüm kılmaydı. Hemme insanın ki özü haklık boğan mükafat ya ki özü haklık boğan cezanı verdi. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى ve ben sizlarni şu yalqullab turadigan otları yalqullab turadigan shunday qattiq ko'yayotgan o'tdan do'zaxdan sizlarni ogohlantirdim. Qiyomat kunisi shunday mukofot berildigan, rahat parag'at yaşadigan cennet var ama yine qattiq azapta o'tda ko'yadigan do'zax var deb men ularni xabar berdim va sizlarni ogohlantirdim. Fa anzartukum naran talazza va sizlarni shu yalqullab turadigan o'tiq qattiq ko'yib turgan do'zaxdan sizlarni ogohlantirdim. La yaslaha illal ashqa. Kirmaydi o o'tqa faqat en shaqiy bo'lgan insonlar kiradi. En badbaxt insonlar kiradi. O en badbaxt bo'lgan inson kim o? O do'zaxga kiradigan allazi kazzaba va tavalla. Aşu Allah Teala'nın evetken dinini yalgan digen, Allah Teala'nın peygamberinin yalgan digen, Kur'an-ı Kerim'ni yalgan digen, Kur'an-ı Kerim'de bu kıyamet var, kıyamet günü
Tirilishlar Alloh taolaning oldiga berib bu dunyoda qilgan yaxshi yomon cho'ng kichik barliq ishinglardan hisob berishlar. O qilgan ishinglar yaxshilik bo'lsa Alloh taolo sizlarni jannat bilan mukofotlaydi. Yomonlik bo'lsa o'chaqda sizlarni do'zax bilan jazolaydi degan. Mushu Alloh taolaning bergan xabarlarini yolg'on bu. O'lgandan keyin tirilish aytgan narsa yo'q. Bular yolg'on aytadi. Qiyomatda aytgan narsa yo'q deb mushu payg'ambarni Allohni yolg'onchi degan, Allohning bergan Qur'onda bergan xabarlarini yolg'on degan mushu shaqiylar. Va tavalla va yuz o'rgan, ya'ni bu yolg'on degandan keyin Alloh taolaning amriga itoat qilmagan, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilmagan, Alloh taolo qilmang degan to'sqan barliq gunoh ma'siyatlarni qilgan, insonlarga har turli zulmlarni qilgan, har turli jinoyatlarni ishlagan, mushundaq shaqiy, mushundaq badbaxt bunda insonlar shu yolqinlab turgan o'tga kirdi. Ashuningdan sizlarni men ogohlantirdim, ashuni sizlarga xabar berdim. Va sayujannabuhal atqa. O endi shu do'zaxga kirmaydigan, do'zaxdan qutuldigan, o o'tga yaqin bormaydigan kishimi bormi desa, o shu atqa, eng muttaqi bo'lgan, Alloh taoladan eng qattiq qo'rqqan, Alloh taolo buyurgan ishlarni o'z loyiqida butkul vujudi bilan kuchining yetishicha qilgan, Alloh taolo rozi bo'lmaydigan, Alloh taoloning g'azabini keltiradigan, Alloh taoloning azobiga duchor qiladigan ishlardan qat'iy yongan mushundaq taqvodor, haqiqiy muttaqi mushundaq kishilarni Alloh taolo qiyomat kunisi u do'zaxdan uzoqlashtirdi. Do'zaxga yaqin kelmaydi. Kirish emas, do'zaxga yaqinmi keltirmaydi. O undaq kishilar Alloh taoladan qo'rqib, Alloh taolaga osilik qilishdan, gunohkor bo'lib ketishdan qo'rqqandan keyin Alloh taolo rozi bo'ladigan yaxshi ishlarni, savobli ishlarni ko'p qiladi, gunoh ma'siyatdan saqlanadi. Uning uchun Alloh taolaning dargohiga borgan chaqda Alloh taolo ularni o do'zaxga yaqin keltirmaydi, do'zaxdan uzoqlashtirdi. Allazi yu'ti malahu yatazakka. O do'zax kirmaydigan, do'zaxdan yaqin kelmaydigan o muttaqi taqvodorlarninki qilgan yaxshi amallariningki biri shuki o kishilar mollarini bergan vaqtida, ya'ni Alloh yo'lida mol mulkini sarf qilgan, fakir miskin ojizlarga yordam qilgan, agar zakat qiladigan bo'lsa zakatini bergan, uning sirtida shundaq o'quvchilarga yordam qilgan, xayrli ishlarga yordam qilgan, shu yo'lda pul milini sarf qilgan, chiqim qilgan kishilar shuni chiqim qilgan vaqtida faqat yatazakka, poklanish niyati bilan, faqat Alloh taolo meni gunohdan poklasin, bu mollarimni yaxshi yo'lga ishlatgan bo'lay, bu mollarimni shubhalik har turli narsalardan poklansin degan, faqatla Allohning roziligini istab poklanish uchun milini chiqim qilgan zotlar. Ana shular qanday qilmaydi, do'zaxga kirmaydi. Ve ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. O bu milini chiqim qilgan, Alloh yo'lida milini bergan kishilarga yordam qilgan kishi shundaq bir kishiki, o kishining nazdida mukofoti belgisiz qolgan hech kimning haqqi qolmaydi. Bu nim degan gap? Bunun iki xil ma'nosi bor. Biri, bu kishi birisiga yaxshilik qilsa,
birisininki bir hacetini rava qilib qo'ysa, birining bir iqtisodiy qiyinchilik bo'lsa hal qilib qo'ysa, buni qilgan vaqtida ashuningdan bir menga bir nima kelamiki yoki hamda bu kishi burun menga bunda yaxshilik qilganda, hamda men ashuniki qilgan yaxshiligiga bir yaxshilik qilay degan mundaq niyat bilan qilmaydi. Ben bunu yaxshilik qilib qo'ysam, men buningdan menga bir yaxshilik kelib qolamiki degan mundaq niyat bilan qilmaydi. Shuning uchun bu kishininki nazdida hech kimninki birilsiz qolgan mukofoti qolmaydi. Degan shu menga yaxshilik qilgandan keyin men yaxshilik qilay degan niyat bilan emas, yaxshilik qilgan kishiga yaxshilik qilsin-mu, ammo niyati shu kishining qilgan yaxshiligiga bir mukofot berish, ya'ni shuning yaxshiligiga bir badalini berish niyati bilan emas. İkincisi, ben bunun yaxshilik qilib qo'ysam, bu kelgusida menga buningdan bir yaxshilik kelib qolamiki degan umid bilan emas, faqat illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Faqat eng a'la, eng ulug', eng yuqori bo'lgan Rabbining, Alloh taolaning roziligini istab beradi. Unda olgandan keyin bu yaxshilik qilgan kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar faqat Alloh yo'lida birida Allohning mukofotini, Allohning roziligini tilab birida kishilarningki xursand bo'lishini, kishilarningdan bir manfaat kelishini yoki kishilarning ko'rgan bir yaxshiligini, qarshiligini, badalini berishni o'ylamaydi. Fakat Allah uchunla berdi. Mana bu shunday kishini Alloh taolo do'zaxga kirgizmaydi, do'zaxdan yiroqlashtirdi. Va la sawfa yarda. Bundaq oliy ishni qilgan, bunda muttaqi kishini Alloh taolo rozi qildi. Kıyamet dünyada hem kıyamet günü hem ona şundan kattı nimetler bilen dep tüketkisiz mükafatlar bilen onun kılgan yaxşılıkının netçe hassa yaxşılıklar bilen onu razı kıldı. Şuna o kişilerin razılığını tilemezsin. Fakat Allah Teala'nın razılığını tilep mal mülkünü Allah için çıkım kıldı. Birisiga yardım kılsa Allah için yardım kıldı. Her kandak bir yaxşılık yollarına yardım kılsa, pul çıkım kılsa Allah için kıldı. Allah Teala mı onu katta mükafatlarla mükafatlap onu razı kıldı. Deydi. Mana bizningki ulug' dinimiz, ulug' Qur'onimiz bizga shunday haqiqatlarni tushuntirdi. Alloh taolaning izni bilan shunday ulug' oyatlarningki ma'nolarini tushunib, shuningga amal qilib, Alloh taolaning dunyo va oxiratda roziligiga erishishni Alloh taolo bizga nasib qilsin. Alloh taolo bundan ilgari qilib salgan cho'ng kichik, oshkora yoshirin barliq gunohlarimizni afv qilsin, bizlarni mag'firat qilsin, ota-onalarimizni mag'firat qilsin, bizni shu dunyoda iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan nasib qilsin, bolalarimizga insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin, ularni yaxshi, solih bandalardan qilsin, bolalarimizni qiyin ahvolga qo'ymasin. Alloh taolo yaxshi kishilardan qilib, dunyo va oxiratda o'z roziligiga erishadigan kishilardan qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Allah'a emanet.